Havas qilaman, o'zimning ham o'qigim kerak bo'lsa. Men aytdim, charchasam ham mayli, och qolsam ham mayli, faqat men shunday baram o'qimishli bo'lsa. IELTS gapirib ketdim. Men ota-onasiga aytdim, shunga 1-2 oyga 3 oygina indamay turinglar, joyiga xizmat qilaman, faqat shuni o'qitsalaring bo'ldi. Juda ham kichkina edim va IELTS so'zini deyarli to'g'ri talaffuz ham qila olmas edim. Kichkina bo'lsam ham men shunchalik ustoz bo'lishga intilganman. Ular biron bir sectionga yondashayotganda boshqalarga o'xshab mana bu listening bu yerda 4 ta section bo'ladi, shunaqa qilasan deb emas. Bemor va vrach o'tirib olganda biz o'tirib olgan edik. Misol uchun readingda 3 ta passage bor, shunga tayyorlanib kel yoki shunaqa o'tadi. Lekin Imperialda Tabriklayman Madina, IELTSdan 7 ball olganingiz uchun. Bu cashback sizga Imperial Academy nomidan. Tabriklayman, молодец. Va men buni bu natijaga mendanda ko'proq hissasi qo'shgan bu jonimga bermoqchiman. Mening ismim Madina va men yaqinda IELTSdan overall 7 ballni qo'lga kiritdim. Birinchi yili IELTS topshirib, IELTSda 0 dan boshlab 3 oyda Nasiba Urinovaning kurslarida o'qib, 5,5 ballni qo'lga kiritgan edim. Va o'sha paytda men 14 yoshda, ya'ni maktabda 8-sinfda o'qir edim. Men Madinaning buvisi bo'laman. Men bu yerga kelishdan maqsad bir kuni Madina nevaramga savol berdim. Sen endi nimani o'qiysan dedim. Ko'k merfi, qizil merfilar tugatdim dedi. Buvijon, IELTS degan narsalar bor dedi. Men umuman tushunmayman bularning hech qaysiga. Lekin qayerda bor ekan? Termizda bor dedi. Imperial Akademiyada deb men axtarib topib keldik. To'g'risini aytadigan bo'lsam, birinchi marta Imperial Akademiyaga kelgan paytim juda ham kichkina edim va IELTS so'zini deyarli to'g'ri talaffuz ham qila olmas edim. Otasi endi baribir qiz bola, keyin ham uzoq joy yuborgisi kelmadi-da, yakka o'zini. Men aytdim, charchasam ham mayli, och qolsam ham mayli, faqat men shunday baram o'qimishli bo'lsa, bir darajaga erishsa bo'ldi deb ikkalamiz shart qo'yib jo'nadik-da, shu yerga maqsad qo'yib oldimizga. Maqsadga Xudoga shukr, Allohga shukr erishdik. O'tgan yili yana ham olib keldik. Yana ham o'qidi bir kurs, o'qib 6 IELTS oldi. Bu yil Xudoga Allohga shukr nevaram 7 IELTS olib, biz juda ham xursand bo'ldim. Xursand bo'lganimdan yig'lablar oldim juda ham. Nasib bo'lsa chet ellarga o'qishga kirishini kutib o'tiribman. Shu birinchi darsga kirib ko'rganimda shunaqangi Nasiba Urinova dars o'tgan edilarki, ular biron bir sectionga yondashayotganda boshqalarga o'xshab mana bu listening bu yerda 4 ta section bo'ladi, shunaqa qilasan deb emas, balki biz mana shu sohani qanaqa yaxshi bilsak, qanday qilib o'zimizda kelajakda real hayotda ishlatishimiz mumkin ekanligi haqida juda ham chuqur ko'nikmalarni berib o'tgan edilar. Madinani olib kelgandan keyin bu markazning o'qitishlarini ko'rib, juda ta'lim berishlari juda zo'r ekan. Shuning uchun u ikki nevaram ham bunga ko'rib havas qildi juda ham. Shuning uchun bu ikkita Zulfiya bilan Suhrob nevaramni ham olib kelib o'qityapman. Hali yana ham nevaralarim bor. Olib kelaman degan umiddaman hammasini. Buning ustozi Gulasal ustoziga ham, Gulasal qizimizga ham juda kattakon rahmat. O'qishni juda oliy darajada ta'lim beryapti. Nima uchun men Imperial Academy'ni tanladim? Chunki bu yerda o'qitish tizimi, ya'ni teaching system juda ham yaxshi, advanced darajaga chiqqan. Va men boshqa joylarda ko'rmaydigan juda ham ko'p ko'nikmalarni, ya'ni o'qitish tizimidagi shunaqa yangiliklarni bu yerda ko'rdim. Men ota-onasiga aytdim, shunga 1-2 oyga 3 oygina indamay turinglar, joyiga xizmat qilaman, faqat shuni o'qitsalaring bo'ldi deb ota-onasidan ruxsat olib, meni o'qitib, Xudoga shukr niyatimizga erishdik. Nasib bo'lsa, bundan ham yana ham kattaroq bolalar 8-9lar olishini istab o'tiribman. Shu kunni juda ham yaxshi eslayman. Imtixonim yaqin edi va ustoz meni bitta xonaga kirgizib, xuddiki bemor va vrach o'tirib olganda biz o'tirib olgan edik. Ustoz menga shunaqangi, qani mana bu varoq senga yoz, o'zingning kamchiliklaringni yoz. Ya'ni listeningda kamchilikmi, reading, writing, speaking hamma kamchiliklarimni yozib chiqqan edim. Ustoz esa menga har bir sectionga to'xtalib, qaysi sohamni, qaysi materiallardan foydalansam, shunaqangi yuksak darajaga yaxshi natijalar, o'zim xohlagan natijani olishim uchun yordam berish haqida menga ba'zi bir maslahatlarni berib o'tgan edilar. Mana shu yordamlar, mana shu maslahatlar meni mana shu IELTS olganimda, juda ham examga kirganimda
o'zimni juda ham yaxshi his qilishimga yordam bergan. O'zimda confidence bor edi. IELTS gapirib men kelajakda Koreyadagi SNU, ya'ni Seoul National University'ga kirishni niyat qildim va buning uchun menga grant yutishga IELTS kerak edi. O'quvchining umuman olganda faqat IELTS olish emas, balki uni hayotdagi yaxshi natijalarga erishish uchun ustozni, borayotgan joyi, hattoki kursdoshlarining ham teamwork, ya'ni kursdoshlarining ham attitudlari ularga muhim deb o'ylayman. Shuning uchun Imperial Academy mening hayotimda ajralmas bir o'rin tutadi va men ayta olamanki, u mening ikkinchi uyim. Uyda ham bunaqangi komfortni, bunaqangi o'zimni bunaqa his qilmayman. Support teacherlarimga ham rahmat aytmoqchiman. Ularning shunchalik strict bo'lib turib, "Mana shu darsingni qil, bugun practicega kel" deb shunaqangi bergan strict complimentslar shunaqangi menga ham yordam bergan. Miss Rushanaga ham rahmat aytmoqchiman. Imperial mocklarni ham bu yerda hissasi juda ham katta. Men shu 2 haftada bir marta mock topshirar edim va o'zimning shu weaknesslarimni bilib olardim. Weaknesslarimni va strong taraflarimni ham bilib, o'shalarning ustida ishlab, teacherlardan maslahat olib, shu darajaga yetishdim deb o'ylayman. Gulasal ustozning kurslarida o'qiyotgan paytimda men shunaqa narsani his qildimki, o'quvchilar bu yerga "Uf, bugun darsim bor" debgina emas, bugun mening darsim bor ekan, men shunaqangi ustozdan yangi ko'nikmalarni olaman deb xursand bo'lib kelishadi. Ustozlarning bitta taraflari o'quvchilar bilan interactionni bir balansda ushlab turadi. Ya'ni faqatgina zerikarli leksiyalardan iborat dars bo'lib qolmaydi. Bu borada ustozlar juda ham ko'p hard workga ko'rinib turadi. PPTlar, darsga tayyorlanib PPTlar yaratib kelishadi va bu juda ham o'quvchiga interest uyg'otadi mana shu fanga o'qish uchun. Va yana bitta tarafi, ustozlar shu o'quvchilar bilan bir ohangda ketadi. Ya'ni kresloga o'tirib olib, faqatgina bir leksiyani o'qib yoki o'quvchilarga tanbeh berib o'tirishgina emas, ustozimiz stulchikni olib, o'quvchilarning yoniga o'tirib olib, biz bilan suhbat qurardi, discussion qilardik. Ya'ni lively dars bo'lar edi. Bu yerda ustoz ham, o'quvchi ham bir xil ishtirok etardi. Mana shu unik tarafi interaction, ya'ni interaction balance-ni ushlab turishi. Albatta, mock imtihonlardagi har oydagi bo'ladigan mock imtihonlar va Imperial mock imtihoni ham bu bitta unik taraf hisoblanadi. Bu yerda biz yuqori darajali examinerlardan o'zimiz xohlagan feedbacklarni olib, o'zimizni ustimizda ishladik. Shuning uchun Imperial studentslari shunaqangi motivatsiyali conference bilan imtihonga kirib, yaxshi natijalarni qo'lga kiritishadi. Bu albatta eng ko'zga ko'rinadigan unik taraflari va bu yerda son sanoqsizlari bor. Ularni aytishim uchun menga soatlar kerak bo'ladi. Shuning uchun men faqatgina 3 ta shu ko'zga ko'rinadigan tarafini sanab o'tdim. Tabriklayman Madina, IELTSdan 7 ball olganingiz uchun. Bu cashback sizga Imperial Academy nomidan. Tabriklayman, молодец. Va men buni bu natijaga mendanda ko'proq hissasi qo'shgan bu jonimga bermoqchiman. Qarang bu yulduzlar, javob olgan odamlar, sonsiz tunu kunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunduzlar, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar. Agar siz ham shu kabi yuqori natijalarga erishishni va Imperialning shunaqangi atmosferasida o'qishni xohlasangiz, motivatsiya va mukofotlarga erishishni xohlasangiz, men sizga Imperial Academy'ni highly recommended qilib qolaman.